Akalar 21 millionga savdo bo'ldi. Sifati bor akalar. Oyoq qo'llari. Baholasi. Sifati nasi. Oltindan ozgina bor. Yoshi ozgina kattaroq. Shakili. 21 millionga savdo bo'ldi. Bor baraka dey. Yana aytaymi sizga ochiq yengil. Kutini yengil qilib barakani ayting bo'ldi. Xursandmisiz? Xursandmisiz? Aka yuramiz. Voy o'zim. Yurganga sos. Xursandmisiz bu baraka? Yurganga men yurganga qolmadim. Foyda qilmaydi bu. O'z oshiga bersa, Aka buni gapiryapsa, o'rmanagan yo'q dedi. Foydasi agar bezor demasa ketaman. Buni agar chiqmagan men 100 ming so'm beraman, bersin oladi aka. Xursandmisiz endi? Aka? Aka nima dedi? Chiqmagan mana. Siz o'zingiz hali shu 100 ming so'm. Bering endi mana. Chiqmagan. Bering ochaga. Bor baraka. 21 u 1 oldi. Oldiradi 100 so'm sottiradi. 21 u 1 ga. Baraka bo'ldi aka. Narigiz. Orqadan ham bitta ko'ramiz. Bismillah. Mana. Bu holat suvali narsa etgan zo'rdan qo'l. Nima bilan bo'lish? Sotganga ham olganga. Oltinlari bor. Endi yemlagani bo'lsa. Xudo xolasa menimcha kurashishga ham chiqqan shekilli. 21 million 100 ga baraka bo'ldi. Qaramiz. Aka nima qoshib Akalar likelar bosib kommentariyada pardosh qilib turishdi. So'rab qolaman. Bugun 24-yanvar 2026-yil -11 gradus ko'rsatyapti sovuq. Telefon ushlab turgan qo'llarim ishlamay qolyapti akalar. Shunaqa mehnatimizga bitta like bosib, kommentariyada ozgina pardosh qilib qo'ysanglar, biz shunaqa barakalarni uyda issiqina joyingizga o'tirib ko'radigan qilib chiqarishda davom etamiz xudo xolasa. Bundan ko'ra Akalar bu ko'chalar qatoridamiz. 17.5 ga o'tibdi shu. Akalar. Bunga 17.2 berilyapti. Qarasiz. Bu jupini berdi yani. 17.5 ga berishdi. jonlar to'layapti. Arzon joy. Ha, arzon joy. Siz YouTube'da ham, Instagram'da ham chiqadi. 17.5 ga baraka yo'q. Narigini 17.2 ga berdi. Sotib olishlar. O'ni Baraka. Akalar barakani qattig'i bo'ldi. Hozir 3-4 ta baraka bo'ldi shekilli. Shu kattalar. Aka qaysilar baraka bo'ldi? Ikkalasimi? Opish ko'rsinlar bo'ldi aka. Shu shivit baraka bo'lib shekilli. Bog'ini shulga berdingiz? Ash qoranimi? Ash chekadaginimi? 2 million 200 ga chekadagini. Hozir yengil baraka bo'lyapti. 20 million 200 ming yen. Yaxshi baholasi. Baqarmanga yaxshi. 20 million 200 ming. Suvali narsa. 20 million 200 mingga baraka. O'sha bo'lsa. Mana savdoni qattiq bo'lyapti. Ve shulga o'tdi aka oxiri? nima? So'm sanoqli. Naryadami? Vaqti bir savdo bo'lyapti. Hozir ilon qilaman, nima keladi? Tashqarida ekan. Ikkitaga menda bor. Bu yerda ham qattiq savdo bo'lyapti. Savdoni bitta ko'raylik akalar. Yemişti. Tepasi deyiladi shivitimiz. Manaqa beraman deb gapiring, zanjari. Anadan da ko'raylik. Mana shu. Tepasi deb aytiladi shu. Chiroyli nasib, sifatli nasib. Alidan so'raman, 23 ustida gaplashamiz deydi. O'tamiz, go'zal suvali shivitlar. Tuyolarni. Tirnoqlar ham o'ta joyda. Aytaman sizga. Ikkitasi ham savdo bo'ldi. Nechi pul berdingiz bu aka? Mahoratiga to'g'rimi? 2 oyga.
Qara 1 million 200 pul edi. Kelasi. Zo'r pul edi. Shu asal narsa. Yaxshi narx bo'pti, bering aka. Qara bir ikkalasi. Akalar ko'radilar bizdan qizillar. Kimini bor? 24 millionga tepasiga olsam men boshqa Savdo olisi qoldi. Qara 1 million 200 ikkalasi. 100 ming qo'shar edi. Xursandsiz bo'ldi. 100 million 600 danmi? 1 million 600. Qara 1 million 300 mingga berasizmi? Qara 1 million 300 oldi ikkalasi. Ikkalasi qara 1 million 300 ga berdim men. Bu nech pul qilishdi aka? Bermaganmiz qancha bo'ldi? 23,5. Kana mana shu yutimiz 23,5. Asal narsa ekan, orqalarini pachka. Oqquloq shu 23,5 ga berilmoqda. Qara 1 million 300 ga beriladi ikkala. Kichkinalarimiz. Voy gapirani yana 200 ming aka. Ay gapirmadi unda aka. Men gapiramayapman aytibman-ku. Hali gapirib gapirmadi. Qara 1 million 400 ga. Sotilmayapti. 2,5 ga berilmaydi shu. Aka chapcha qolgan bo'lsa bering. Chiroyli narx bo'ldi. Millionga oling gapiraki. Sotaman, baqib aka. Hech narsa deyolmayman. Yo'q, qilmagansiz hozir kelib so'rayapman. Foydalaning aka, rahmat. Kelyapti aka. Olika desiz, oldim aka. Bechkini sota olasizmi aka? Nima deysizlar xalq? Bering aka, to'g'ri. Sheri akalar. O aka. Asagacha go'sht ketadigan kun bahsi. Qayin bahsi bo'ladi, ba'miz qaydan bo'ladi bu? Somon bersa nima bo'ladi? Dumi qoladi ba'misiz. Bersa bo'ladimi go'sht? Somon bersa. Somon bersiz, dumi qoladi, xolos buni. Qashaq nima? 1,5 ga oling aka. Ke bo'ldi bitta gap. 42 ham makkan turoring aka, 42 da makkan turoring. Qanday qilib 1,5 million so'mga sota olasanmi? Sherimas. Ha, sheri. Aqdor. 300 ming pul qo'shdimmi senga? Men beraman sen olmasan. Sanmisiz bo'ldi gapini. Qara 1,5 sotdingmi? Sotmaysizmi? Bor senga Aka bermaysizmi? Yo'q, aka unga to'g'ri. Qara 1,5 ikkalasi. Aka bering. Anada o'ta qattiq savdo bo'layotdi. Shuni bitta ko'rib qo'ying. Qara 1,5 ga berilmadi ikkalasi. Zo'r narx bo'ldi lekin. Undan oshiqga menimcha qiyindir. Qattiq savdo bo'layotdi. Yaxshi bo'ldi. Bitmabdi akalar bular savdosi. Hali. Mana, Yo'q, bo'la. Hojaki uchasini hech pulga to'xtadi oxiri. Choni 62 million 700. 300 degani. 32 million 300 ga bermadi hali. Bermadi. Uchalasi 62 million 300 ga sotilmadi. Qizillarni ham o'zinglar oldinglarmi o'sha? Qizillardan 71 million 700 ga oldik. 71 million 700 ga ikkita. Uchtasi. Mana bittasini sheriga shuni. Ha, mashina sherik. Mana qizil bilan bitta kichkinasimi? Hozir atib ketgandi, mana bu qizil. Qizil. U kichikroqda bittasi. Yomonmi u kichigi? Yo'q, eng kichigi qizil. Asli eng kichigida. Uchtasi 71 million. 24 dan. 24 yo'q. Yo'l kirasi bilan 24 dan. Yo'l kirasi bilan 24 milliondan tushdi. Shunaqa sostoяние edi akalar, bir xil ya'ni. 24 dan yo'l kirasi bilan tushgan. Ular nargilar.
Eng kattasi mana. Uni ichida kattasi shu. Qizil bundan kichikroq, undan uchinchisi undan ham kichikroq-da. 2 million 300 ha? 62 million. Uchalasi 62 million 300 ga savdo bo'lyapti, bermayapti aka. Uni uchtasini 72 million 700 ming. Sotildi uchtasi. 62 million 300 pul berilyapti uchalasi. 20 million teparoq. 21 milliondan mas'ul. 20 million plus. Bitta bu qolaman degan obunachilaringizga shuni tashlab qo'ysangiz, xohlasa. Narxlarimiz foydali bo'lib qoladi. Xulosa qilib, bozorda iloji boricha aldanib qolmasdan, yeb qolmasdan degandek savdo qila olamiz. Tog'larni qilib kelgan. Shunaqa qilib turmaydi. Mana qo'lini yutib ko'rilyapti. Mana keling. 62 million 300 ga savdo bo'layotgani bittasi. Bu aka necha pul oldi? 19,5 ga. Chiroyli. Arzon bo'lib qolamiz. Zo'r. 19,5 ga sotilibdi. Zo'r akalar, shunisi ham arzon bo'libdi hozirga. Chiqib ketgan. Yo'q, xohlasa. Dehqon akalarimizdan qolmadi shekilli bozorda. Hammasi o'tdi xudo xohlasa. Bozorda akalarga. Lekin hozirda savdosi bo'layotgan bo'lamiz. Oxiri 21 million 300 mingga o'tibdi akalarga. Suvali nasib, chiroyli nasib. 21 million 100 ming narxolyapti, 200 ming qo'shilib 21 million 300 mingga o'tibdi inshaalloh. Xohlasa. Suvali narsalar ekan. 21 million 300. Yaxshi narx xudo xohlasa. Avvalchilarni olib almashtirishyapti. Bu yerda savdolarimiz ketyapti yana. Bitta ko'rib fototsiz kelish qaysi savdo bo'lyapti. Bersiz 100 keladi aka qolgani. Qolgani sotib rozimisiz? Savdogarga sotyapmiz. Dehqon yo'q aka, sharif savdo bo'lyapti. Bunday qilib ko'radi. Ha, yo'q, o'zinglar chiqmaysizlar. Kela savdolar ketyapti xohlasa. Hali bitmadi. Mana 6 tasi. To'lanboy. 20 million Hali ham savdo bo'lyapti. Akalar bozorda ertalabdan beri savdo bo'lyapti. Magazin narxini aytib qo'ying. Qizilini berishibdi. Moy 21,5 bering deb, moy 21 bering. Aka bog'lari bo'ldi. Bering dedim. Moy 21 deyapsiz. Degan bo'lsa-da bering 21 bering degan. Tiriklagan baland narsamiz. Baraka. Necha pul yotdi aka? 21 million 300. O, maşallah, arzon bo'lib xudo xolasa. 21 million dollarga 21 million 300 ga. Suvali narsa edi. Vay. Chiroyli narsa edi. Kelar, o'tibdi. 21 million 300 ga arzon bo'lib qoldi. 17,5 pul berishyapti. Qizilimizga. Shu yerda qattiq savdo bo'lyapti hozir o'tamiz. Baraka bo'ldi menimcha. Yo'q, bo'lmadi. 2 millionga 200 ming so'm kam bo'ldi. Ikkalasimi aka? Ha, 200 kamga 45 ming. Necha pulga 200 kam bo'ldi aka? Necha pulga 200 kam? 42 ga. Ikkalasi. Ikkalasi bitamiz. 42 ga 200 kamga baraka bo'ldi. Chiroyli narsalar ekan. Semirsa ayta olasiz. Agar kuragi ham yetib kelib qolgan bo'lsa, vay, shunday yenga solsangiz xudo xolasa tez tayyor bo'ladigan bo'ladi inshaalloh. 42 ga 200 kam. Shunaqa boqmalar oladigan obunachilaringiz uchun tashlab qo'yinglar, foydali bo'lib qoladi. 200 kam bo'lsa 21 million 400 dan. Yo'q, 20 million 400 dan. Baraka bo'lsin. Bozorimiz ancha yo'q joyga ancha inshaalloh. Arzon bo'ldi xudo xolasa. Olganga sotganga baraka bersin. 20 million 400 ming.